Keyingi mashina olishingizga bizdan olgan bo'larmidingiz? Buyurtma qilgan bo'larmidingiz? Men o'zi har yili 2 marta mashina olib, ikkita xan el, ikkita xan oldinglar aka. Xudo xolisa avvalambor buyursin aka, yaxshilik haydab yuringlar. Qalay aka, hammasi joyidami? Muammo bo'lsa aytsangiz. Yaxshi, yo'q, ko'nglimiz to'q, hammasi zo'r, etilgan paytdan oldin ham keldi. O'zi oy oxirida kelgan edi, undan avvalroq keldi. Yaxshi mashinalar, zo'r. Alloh rozi bo'lsin. Endi xudo xolisa eksport yopildi aka bu yoqqa. Endi yangi mashinalar qilib beramiz, ikkinchi qo'l mashinalarni yaxshilarini xudo xolisa chirtib tanlaymiz. Obunachilar ham obuna bo'lib qo'ysa, xudo xolisa Xitoyga borganimizda Telegram kanaliga o'tib olsanglar, Telegram kanaliga har kuni bir 5-6 mashina qo'yamiz. Nasib qilgan bo'lsa baraka qilishingiz mumkin. Aka, bitta savolim bor-da. Keyingi mashina olishingizga bizdan olgan bo'larmidingiz? Buyurtma qilgan bo'larmidingiz? Men o'zi har yili 2 marta mashina olib, tez olib turamiz. Undan keyin ham olamiz, xudo xolisa. Rahmat aka. Ishonchingiz uchun kattakon rahmat. Buyursin aka. Hamma o'rtoqlardan rahmat kattakon. Ko'rib turganlaringizdek, xudo xolisa akamizga buyursin. Bizga ham nasib qilsin degan akalarimiz bitta like bosib qo'yasizlar. Aytgancha aka, o'zi arzonroq tushdimi? Buyurtma qilganlar, shuncha 30 kun kutganlar. Arzon tushdi, ancha. Yaxshimi? Bozor endi 35 ming edi u payt. Hozir sal qaytdi-yu. 34 mayli, 34 ming. Shundan pul ekonom qildinglar. Ekonom bo'ldi. Lekin xaneldan zo'r ekonom qildinglar, menimcha. Endi undan ancha ekonom bo'ldi. Kutganga arzida. Bo'ldi. Ko'rib turganlarda buyurtma qilish, nimaga buyurtma qilishimiz kerak? Tayyor mashina shuncha bor deysizlar-yu, prosta pul ekonom qilish maqsadida pullar o'sha buyurtma qilsanglar, pulni ekonom qilasizlar va xudo xolisa menimcha hammaga yoqadi deb o'ylayman. Lekin mashinniklardan ehtiyot bo'lasizlar degan umiddaman. Sababi hozir mashinniklar juda ham ko'p, pulingizni oladi va avtomobilingizni olib kelib bermaydi yoki bitta aylantirib olib, kechirib olib keladigan odamlar juda ham ko'p. Ming afsuski. O'shalardan ehtiyot bo'lasizlar. Avtobaza har doimgidek xalq xizmatda.